uxlayolmaslik, uyquning sut yaxshi bo'lmasligi bilan yotgan karotimizning qanday munosabati bor. Shundaq uyqumiz kelib ketdi, ko'zlarimizga to'lishib, lekin karavotga chiqib yotsaqlar, bu uyqu nalagdir kechiktidir. Karavot shundaq biyaram bo'lamiz, uyurilib, çuyurilib uxlayolmaymiz. Aran uxlaganda bu uyquning sufati naytı nachar. Bunun bilan bu yerki karavot bilan jadallashimiz. Aldı bilan bu yerki karavot hisoblan ko'p bilan almashtirib boqamiz. Uning kayda iqtisodiy bola karavotni almashtiramiz. Qattiq karavotni yumshoq karavotga, lumlum karavotga, suv karavotga, hatto ammo qiladigan, büyüşükdek tavrinadigan, muzik chiqargan karavotlarga almashtirib boqamiz. Lekin bir qancha kun o'tmay yana shu holatga qaytamiz. Bu karavotdan ancha yaxshi huzurinib, yaxshi uyqu topolmay qolamiz. Shunday bo'lsa, bu uyquning karavot bilan munosabati yo'qmi? Ba, toza munosabati bor. Shu karavot yetib uxlaydigan tursak, lekin bu karavotning moddiy jihatdagi qurilmasi bilan emas, ma'naviy jihatdagi qurilmasi bilan zid munosabatli. Odam shungidek qilaymi? Ya'ni bu karavotning masalasi bo'lsa, biz butkul g'amni mush karavotga chiqib qilamiz. Ey, anda bo'ldi, mamanda bo'ldi deb bu g'amni mishar qilamiz. Yetib turib g'aybatni mush karavotga qilamiz. Bankdagi qarzni qaytaradigan kun qanday qilaman deb bu g'amni qilamiz. Nurg'un sevg'inishlarimiz va ota-onamizga yoki boshqa yorlarimizga ulan sevg'inganda rasm qarab, telefon qarab, yana shu mush karavot sevg'inamiz. Telefon o'ynaganda yana mush karavot yetib o'ynaymiz. Mushundaq g'am, qayg'u, ishqib, hissiyot munosabat nurg'un ishlarning hammasini biz karavotga tang deb chiqishqa, karavot endi yetishimizga bu jihatdagi ishlar bizni chirmib oldi. El ro'yi besim tang keldi bizga. Qalbimizdagi ro'yijan boshlandi. Shu karavot yotqach, texim eg'ilishib ketimiz. Texim kuchimiz qolmaydi. Shu o'ni xiyol qilib boqamiz, buni xiyol qilib boqamiz, yulduz sanab boqamiz, qo'y sanab boqamiz, yana uyqumuz yo'q. Arada uxlagandimi, uyqu ya buzilib ketadi, chiqib shu nachar. Endi bu men o'zim teppagan gap emas, ular buni psixologiya tadqiqotdan o'tgan narsaga men buni anglagandan keyin o'zimning amaliyotida qilib hamma rostga degandan keyin endi sizlarga ham behrlayapman mana. Urib tapqa o'xshaydi deb qolmanglar. Shuning uchun qanday qilamiz deganda bu yerda karavotning do'g'unliq, ya'ni ro'yat ko'p iqtidorlik olayligini yo'qdir. Tak iqtidorlik, ya'ni faqat yetib oramladimi? Karavotga chiqqanda ishni xiyol qilmayman, telefonning ovozini aytyapman, uxlasam bo'ldi deydigan holatga asta-asta aylantirib olsa, ular yetib uxlayman degan uxlayoladigan uyquning sufati yaxshilanadigan holatga keladiga. Shuning uchun uxlashdan boshqa ishni karavotga hargiz olib chiqmanglar. Xiyol surdigan ish bo'lsa, ash mehmonxonadagi sohbada o'tirib xiyol survinglar, dadingni shu yerda to'kilinglar, shu yerda g'aybitingni qilinglar, lekin uxlaydiganda hech nima olib chiqmanglar. Hatto telefonning ovozini bitib shundaq bir yengil, yolg'iz holatda kiringlar karavotga. Asta-asta sinab baqsanglar rostga deb qilsizlar.